Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, efirda sog'lom hayot ko'rsatuvi. Bugun dasturimiz mobaynida inson salomatligi uchun muhim bo'lgan va ko'pchilikni qiziqtirgan gelmentoz kasalligi xususida so'z yuritmoqchimiz va shu maqsadda studiyamizga soha mas'ulini taklif qilganmiz. Tanishtirib o'taman, Shohrux Xudoyberdiyev, shifokor. Xush kelibsiz. O'zi gelmentoz deganda nimani tushunamiz? Bu qanday kasallik? Keling, dastlab mana shu haqda izoh berib o'ting. Avvalambor assalomu alaykum. Gelmentoz deganimizda gelmentoz latincha so'zdan olingan bo'lib, gelmentoz chuvalchang, gijja degan ma'noni bildiradi. Xalqimiz tilida aytadigan bo'lsak, gelmentozni ko'pincha ko'plar tushunmaydi. Uni oddiyroq shevada tushuntiradigan bo'lsak, parazit degan ma'noni bildiradi. Uni yuqish yo'llari, tarqalishi, kechishi, klinikalari turiga qarab boriladi. Parazitlarda 3 xil turi bor. Yassimon, shift, halqasimon turlarga bo'linadi. Ikki xil turida odamlarda eng ko'p uchraydigani askariyda liambiliya, astrissa, gijjalar ko'p uchraydi. Asosan O'zbekiston sharoitida shu to'rtalasi uchrab turibdi hozircha. Qashqadaryo viloyatimizda ko'pincha to'rtalasi uchragan sababli bizlarda yuqumli kasalliklar shifoxonamizda 3-bo'limda proktologiya bo'limi ochilgan. 30 ko'kaylik. Bemor kelganda birinchi ko'rganimizda yuzdagi oqish dog'lar, asabiylashish, ana ichki sohasidagi qichishishlar, ich ketishlar, ba'zi holatda isitma ham. Eng og'ir turlarida sariqlik belgilari uchrab turadi. Bu sariqlik belgilarida asosan mana bu liambiliya, astrissa, shular o't yo'llarini to'sib qo'yish sababli terimizga sariqlik oshishiga sababchi bo'ladi. Hozir mana siz yuqoridagi belgilari xususida aytib o'tyapsiz. Bundan tashqari simptomsiz ko'rinishda ham paydo bo'lishi mumkin. Kasallikning paydo bo'lishini qanday omillarga borib taqaladi? Gelmentlar tarqalishi omillari sabablari bular oziq-ovqat mahsulotlari, yarim dudlangan mahsulotlar, ya'ni kolbasalar, yarim tayyor ovqatlar, fast foodlar, baliq mahsulotlarida ham uchrab turadi. Yuqish yo'llari kasallangan odamlarda, hayvonlarda, oziq-ovqat mahsulotlarida, kiyim-kechak, zararli suv havzalarida ham bo'ladi. Ushbu kasallikning rivojlanishiga nimalar sabab bo'ladi? Rivojlanishiga o'zimiz ularga muhit yaratib beramiz. Oziq-ovqat mahsulotlarini yuvmasdan turib yeymiz. Shirinliklar ko'pincha, meva-chevalar, yarim dudli mahsulotlarni yeganimizda ular tanamizga, ichimizga, ya'ni ichaklarimizga tushadi. Ularning vazifasi ichakni ichki qavatlarini zararlaydi, qonga toksinlarni o'zida ajratadi. Eng yomon holatlarda biz hayotda ko'rganmiz, qonda o'tgan paytda gemoglobinni tushib ketishi odamlarda. Ya'ni aholimiz ko'pincha kamqonlik deydi. O'shani ko'p uchrab turamiz, ko'ramiz ham. Klinik belgilarga qaraganda ko'pincha kelganda bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ulashishi, kechasi tishini g'ijirlatish, so'lak oqishi, tanadagi qichishishlar eng og'irroq stadiyaga o'tayotgan paytlarda ko'rganmiz. Eng xavfli tomoni yana bitta parazitimiz bor, ixnokok. Ichki a'zolarimizga zarar keltiradi. Asosan jigar, o'pka, bosh miyada kamdan-kamda uchrab turadi. Agar kasallikni oldi olinmasa, davolanmasa, u qanday asoratli oqibatlarga olib keladi? Dunyo statistikaga qaraganda 2-4% deb aytilgan o'lim holati deyilgan, lekin kamdan-kam. Men shu paytgacha ko'rganim 2 marta ko'rganman. O'sha parazitlar bo'yicha o'lim holatini ko'rganman. Jigar sohasida ixnokok. Demak, o'lim holatigacha olib kelishi mumkin oldi olinmasa. Oldi olinmasa. Gelmentoz kasalligi faqat bolalarda uchraydimi yo katta yoshliklarda ham uchrashi mumkinmi? O'zimizda hozirgi kunimizda hammamizda katta yo kichkinada hammada bo'ladi. 1,5 yoshli bolalargacha lekin bo'lmaydi. Undan keyin rivojlanish boshlanadi. Chunki ona suti oziqlangan bolada immun tizimi yaxshi rivojlangan bo'ladi, kurashuvchanligi, bardoshligi bo'ladi. 1,5 yoshdan keyin bolalarda masalan o'zimiz borib, ota-onalar borib qo'llarga tutqazamiz. Meva-cheva, shirinliklar, yana hozir mana bu baliq mahsulotlari, yarim dudlangan va fast foodlarni borib yediramiz. O'shandan keyin namoyon bo'la boshlaydi. Hozirgi kunda ish tarjimam hisobida bugungi kunda meni bitta yosh bemorim kelgan. 2003-yil bolada o'shanda astrissa chiqqan. Bu
Laboratoriyada analizlardan axlatdan olinganda astrissa, lekin qonda ham olinadigan laboratoriya analizlarimiz bor. O'shanda ham chiqib turibdi, tasdiqlangan. Shunga qarab bizlar ustozlar bilan maslahatlashib, davo lecheniyalarni davom ettiryapmiz. Deylik, oilada yosh farzandi gelmintoz kasalligi aniqlandi va unga profilaktik turli xil dori vositalari buyuriladi shifokor tomonidan. Mana shunday holatda butun oila a'zolari iste'mol qilib, kasallik uchun profilaktika qilish kerak. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan har bitta yashash hududimizdagi oilaviy poliklinikalarga parazitlarga qarshi dori vositalari berilyapti bepul. Iloji bo'lsa, hozirgi yoshga qarab beriladi o'sha dorilar. Oilaviy ichish kerak o'zi. Davolanishda ham o'zi yosh bolani o'zi emas, oilaviy davolansa yaxshi effekt beradi. Men ko'pincha eshitganimda xalq orasida shunaqa bir qarash borki, gelmintoz kasalligini oldini olish uchun tavsiya qilingan dorilar jigarga zarar yetkazadi degan fikrlar bor. Bu qay darajada to'g'ri? To'g'ri, jigarga zarar yetkazadi. Parazitlarni birinchi aniqlab, o'shanga yarasha, masalan, dori vositasini dozalariga qarab beriladi. Tavakkaldan hech narsa berish mumkin emas, vrach nazoratisiz. Hozirgi kunda nima ko'p reklamalardan hozir ko'payib ketdi. O'sha xalqimiz o'sha reklamalarga ishonib, tavakkalga vrach nazoratsiz o'shani ichirishyapti, qaytanga og'irlashib boryapti. Vrach nazoratsiz dori darmon berish mumkin emas. Haqiqatan ham bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil gijjalarni yo'qotish uchun dori vositalarini reklamasiga ko'zimiz tushadi. Mana shunday holatlarda uni iste'mol qilish, demak, asoratli oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'limga ham olib keladi-da bu. Bizlar ko'p ta'kidlaymiz. Olmanglar deb aytsangiz ham baribir foydasi bo'lmayapti hozircha. Aholimiz. Bilamizki, yana bir holatda bolalar albatta bog'chaga borishadi. Chunki ularning rivojlanishi uchun, ertangi kuni uchun albatta bog'chani ahamiyati muhim hisoblanadi. Biroq bog'chada ham bolalardan bir-biridan shu gelmintoz kasalligini yuqtirib olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Mana shunday holatda qanday profilaktik tadbirlarni olib borgan ma'qul deb o'ylaysiz? Profilaktik tadbirlarni birinchi o'rinda oiladan boshlash kerak. Ota-onalarimizga maslahatimiz beramiz, ko'pincha bolani kiyimlarini yaxshilab yuvib, yaxshilab dazmollash kerak. Meva-chevalarni yuvib berish kerak. Iste'mol qiladigan mahsulotlarini. Bolani gigiyenasiga ham yaxshi qarash kerak. Bog'chalarda antiseptik vositalardan ko'proq foydalanish kerak. Ularda kontak ko'proq bo'ladi, sababi sochiq, o'yinchoqlardan, stol-stullardan yuqishi ehtimoli kattaroq bo'ladi. Demak, umumiy vositalardan foydalanganligi uchun. Bolalar o'rtasida eng ko'p tarqalgan parazitlar qaysi? Hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida eng ko'p tarqalgani bu astrissa, liambliya, ascaridida, gijja ko'p tarqalyapti. Eng xavflisi trachinella. O'sha kamdan kam bo'ladi. Ish joyimizda bir marta ko'rganmiz. O'shanda ham o't yo'llarida yo'lni to'sib qo'ygan paytda sariqlik belgisi oshib ketgan terisi sohasida qichishish, sariqlik kerak bo'lsa koma holatiga ham tushirishi ham mumkin. Bolani og'ir olib keladi. Parazitlarni oldini olishda, uning profilaktikasida ko'proq nimalarga ahamiyat berish kerak? Bemorlar kelgan paytda davolanib chiqadi, o'shanda biz maslahat beramiz, har 3 oyda deb aytamiz bizlar. Lekin gelmitlarni tushirish o'zini vaqti soati bo'ladi. Masalan, hozirgi qish mavsumida parazit o'zini qobig'iga o'ranib turadi. Qancha dori bersangiz ham u qobig'idan o'ta olmaydi. Parazitni o'ldira olmaydi. Eng yaxshi mavsum bu bahor-yoz oylari bo'ladi. Sabab ular meva-chevalar bo'ladi, issiq, o'ziga qulay sharoitlar yaratiladi, ham tushish ham osonroq bo'ladi. Qishda qobiq yaratayotgani dorini 1000 marta qilgan foydasi bo'lmaydi. Eng qulay vaqt bahor-yoz oylari bo'ladi. Gelmint bilan og'rib kelgan yosh bolalarda asosan 3 yoshdan boshlab muolaja tavsiya qilamiz. Dori dozalarini yoshga qarab beramiz. Agarda dozalari oshirib yuboradigan bo'lsak, jigarga zarar keltirib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun asosan u dorini berishdan oldin mukammal tekshiriladi bolada. Laboratoriya tahlillari bor. Qon, umumiy qon tahlili, qon bioximiyasi, axlat, peshob. Endi bu nima uchun tekshiriladi degan savolga umumiy qon tahlilini topshirishdan maqsad sababi gelmitlarda gemoglobin qon deposi
tushib ketadi. Xalq tilimizda kamqonlik deyiladi. Qon bioximiyasi nima uchun tekshiriladi? Bu jigarimizda fermentlarni tekshirish uchun. Peshobimizni tekshirishdan maqsad shamollashi bormi, yo'qsa buyrakda ham bo'lishi ham mumkin. Ham unda ko'riladi o'zini faolligi qancha. Mana bu bizlar davolash mo'ljalarini o'tkazgan paytimizda bitta yomon taraf bor. Dori berganimizdan keyin parazit o'zidan toksin moddalar ajratadi. O'sha payti birinchi simptomi o'sha paytda teri qichishi, sarg'ayishi juda yomon alomatlarga olib keladi. Shuning uchun jigarlar, buyraklar hammasi tekshiriladi. Axlatda yavlat o'zini tuxumchalari ko'riladi uni. Eng ko'p samarali usul qaysi? Bizlar tavsiya beramiz, birinchi o'rinda gigiyena. Ikkinchi o'rinda oziq-ovqat mahsulotlarini, iste'molini, vitaminga boy mahsulotlarni yeyishimiz kerak. Mana bu sutli mahsulotlarni ichimiz kerak. Samaralisi mana oshqovoqni tuxumini quritib, chaqib yegani bet tursa har 2 kunda ikkita yo'qsa 3-4 dona yeb turish kerak. O'sha samaraliroq, eng usuli shu. Qamsoq piyoz bilan mana sutni qaynatib ichirishadi, lekin uni zarari bor. Mumkin emas, jigarga zarari bor uni. Eng samarali usuli mana shu oshqovoqni tuxumini quritib bergani yaxshiroq bo'laga. Demak, mana shu mahsulotlarni iste'mol qilishni tavsiya qilasizki, uy sharoitida davolash usuli uchun. Achchiq sho'r mahsulotlarni kamroq iste'mol qilishni tavsiya beramiz. Yuqoridagi ma'lumotlar uchun tashakkur. Aziz tomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimiz mobaynida siz azizlar uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar hamda tavsiyalarni berishga harakat qildik. Dasturimizga ajratilgan vaqt esa o'z nihoyasiga yetib boryapti. Yana keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling.